Obunachilar, bugun sizlar bilan Vandi, bugun hech kim qilmagan kontentni biz qilamiz. Bizning ligamizdagi o'yinchilarni turnirga registratsiya qilganlarni birma-bir akkauntiga baho berib chiqamiz. Loveter Actor 125 over. Bu yerda lahmni almashtirish kerak. Lahmni kartasi eskirdi. Karaxirni almashtirish kerak. Shmixilni bo'ylari uzun, juda yaxshi turadi, bu bo'ladi. Ziko va Kroyfni ham almashtirish kerak. Keyingi akkauntga o'tamiz. Keyingi akkaunt Mazis. Bu yerda darvozabon yaxshi, himoyaga gap so'z yo'q va yarim himoya Ziko. Almashtirish kerak, karta eskirgan. Hujum esa ikkita hujumchi Pele va Henryni almashtirish kerak. Akkaunt yaxshi. Uchinchi akkaunt. Bu 26 over. Va darvozabon Kobel yaxshi, himoyasi yaxshi ekan va yarim himoya Lorentoni o'rniga boshqa Lorenti himoyaga qo'yish kerak. Qolgani yaxshi. Bu Balogun degani birinchi ko'rishim. Yaxshi hisoblari qo'ysa bo'ladi tarkibga, yaxshi. Bugunchalik 10 tasini, keyingi videoda 10 tasini ko'ramiz. Va Toloy. Courtois yaxshi. Lorento himoyada Robinsonni almashtirish kerak. Uning o'rniga Di Marco bor, Nuno Mendes bor va Gulitning kartasi eskirgan. Qolganlari yaxshi. Va keyingi akkaunt darvozabon Martinez almashtirish kerak, kartasi eskirgan. Karaxir va Salibani ham almashtirish kerak, kartasi eskirgan. Sabaslay va Essinni ham almashtirish kerak. Qolgani yaxshi. Hozircha 6 ta va 7-si. Keyingisi 22. Kobelni Ultimate Source kartasini olish kerak edi. Va Van Dijkni o'zgartirish kerak. Bu yerda De Bruyne'ni o'zgartirish kerak. Messini o'zgartirish kerak. Qolgani yaxshi. Va keyingisi Portugaliya. Donnarumani kartasi eskirgan, almashtirish kerak. Va Carlos Puyolni ham uning World Cup 120 kartasi chiqqan, shuni qo'yish kerak. Qolgani juda yaxshi. Keyingi akkauntga o'tamiz. Va bu yerda lahmni almashtirish kerak. Nuno ham uning yangi 120 kartalar chiqqan. Bu yerda Figo bilan De Bruyne. Qolgani yaxshi. Va eng oxirgisi bu yerda Courtois'ning 118 kartasi chiqqan, shuni olish kerak. Va himoyachilar yaxshi, yarim himoya Gerrard va De Bruyne'ni almashtirish kerak. Bu aka Neymarni qo'yishman deyman. Neymar yaqinda kartasi keldi. Shuni qo'ygan. Neymar ajoyib. 114 bo'lsa ham tezligi 184, driblingi 193. Va bugun 10 ta
ligadagi o'yinchilarning akkauntini ko'rib chiqdik. Keyingi videoda bo'ladi. Yana 10 ta qismini qilamiz. Bugun ertaga soat 10 da, kechqurungi 10 da, 22:00 da O'zbekiston Portugaliya. Shu hisobni kommentariyaga yozib ketinglar. Kim yutadi deb o'ylaysizlar? O'zbekistonga balet qilamiz. Olg'a O'zbekiston. Sizlar bilan Vandi bo'ldi.